Kottejchi aka, yer narxidan ham ancha arzon, kulgili narxda qo'yilgan obyektimizni sizlarga havola etamiz. Yangi Hayot tumanining eng zo'r landshaftli mahalllardan birida joylashgan ushbu obyektimizni to'g'ri manziliga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, Indeks savdo majmuasidan atigi 3 kilometr, Yarmarka bozoridan 4 kilometr, katta trassani yuzidan 250 metr, o'zini yo'lini yuzida joylashgan ushbu obyektimizni uglovoy tushgan, fasadlariga to'xtaladigan bo'lsak, 21 ga 15 metr tashkil etadi. Umumiy maydoni 3.2 soto maydonga ega, yashash maydonlari 65 kvadratdan iborat 3 ta xona, alohida oshxona, sanuzel va prachniy kotelli xonalari ham qilingan. Endi bo'lsa samozahvatiga to'xtalamiz. Yangi Hayot Chortog' mahallasi Bog' ko'chasida joylashgan ushbu obyektimizni alohida samozahvatiga to'xtaladigan bo'lsa, juda ham unikalni tushgan, ya'ni alohida qilingan 0.6 sotoni tashkil etadi. Xohlaganlar uchun garaj, sex yoki alohida o'zingizlarni kichkinagina optimalniy bo'lsa ham tijoratinglarni yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Hovlimizning ham joylashuvi juda ham qiziq tushganda, bu yoqdan bo'lsa Chortog' mahalladan kelaverishimizda to'g'ridan to'g'ri betonka trassaga olib chiqib ketadigan yo'lni yuzida joylashgan. Bivshiy savxoz zavodi yo'lni yuzi, Kamol Construction'ning orqasida, avtobusning kanichkani yonginasida, infrastrukturaning o'rtasida joylashgan ushbu obyektimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsa 76 ming $. Belgilandi. Yana sunnatiga muvofiq kelishiladigan joy bor, qadrli do'stlar. Ko'zinglarni qisinglar. Ushbu obyektimizni xarid qilmasanglar xato qilgan bo'lasizlar. Sog' bo'linglar.